Xo'p, rahmat. Azizlar avvalambor assalomu alaykum. Bizning mana shunaqa chiroyli fayzli dargohimizga tashrif buyurgan qadrli qimmatli mehnatkash opalar, akalar, singillar hamda shahrimiz mehmonlari. Xush kelibsizlar, kelib juda yaxshi qizlar. Ismim Muhriddin, yoshim 27 da. Uyim Sarosiyo sentriga. Qarshingizda To'rdona tosh. Ustozimdan qolgan To'rdona tosh orqasidan bormagan joyim, qilmagan ziyoratgohim kam qoldi. Kiyib yurgan yaltir-yultir kiyimlarim, qurib qo'ygan uylarim, minib yurgan mashinalarim hammasi mana shu To'rdona tosh orqasidan kelgan. Mayli. Avvaliga ustozimdan o'rgangancha Alloh bergan bir hunar san'ati salg'imga namoyish etaman. Bitta gap rostini aytaman. Meni motorim oshishasi aytaman. Qarsakka ishlaydi. Qani oldindan bitta qarsak eshitilichi. Rahmat. Qarang, Sarosiyo sentriga kirib eshitaman bu uzun aholisini har kuni qo'y yog'i, qo'y go'shti va zig'rimoyda bir kunda bir marta osh yetib eshitaman. Xafomaysizlar, bizlar choptirgan qarsak, Rolton bilan bir makaronni ham qarsak bo'lmayapti. Mehmon uchun bitta oshni qarsakdan eshitaylik. Qani. Rahmat. Polon aka, toshlar bilan tanishib bilasiz, badaz o'ylaringizni og'lashtirib boramiz. Qani siz xalqimdan qarsak bo'lsa, Polon akamdan tomosha, qani qarsak bormidi? Hayyashin, to'g'riga turib oling. To'g'ri akalarim, sal aql-usul jo'raylik, iltimos sizlardan. Bo'ladi, qani toshga turib oling. Yebarakalla. Yaxshiga ovozim jetami? Shoshilmaymiz. Yebarakalla, qani ko'ring, tomosha qiling. Qizlarning kipriga bo'lama. Chiroyligi barchinday bo'lama. Yebarakalla, toshga turib oling, qani. Shoshilmasdan bitta qo'llardan 30 kilogramli tosh, ikkinchi qo'llardan 30 kilogramli tosh. Sizlardan bir jonliroq ovozi bilan qarsak bo'lsa, Polon akamdan tomosha bo'ladi. Qani, qarsak bormidi? Yebarakalla. Hayyashin. Hop. Ukam ham bunaqasiga uklon terib ber, uklon. Uklon bunaqasiga uklon terib beringlar. Qani. Rahmat, mayli, avvaliga endi e'tibor bilan madonlarda qizdirib olsam, bitta yabilch qo'yinlardan tomosha bo'lsin. Ko'ring, tomosha qiling, aytmaysizmi? E'tibor bering azizlar. Qani. Qani ko'ring, tomosha qiling. Xo'p, rahmat. Shu yerda bir yablishga o'yinimiz bor. O'shalarni o'ynab borasiz. Qani sizlardan bir jonliroq qarsak bo'lsa, Polon akamdan tomosha. Polon akamning motori faqat qarsakka ishlaydi. Qani qarsak bormidi? Shoshilmasdan Allohga chiqarmasdan. Barakalla. Xo'p, rahmat. Qani ketdi. Shu joyga bir ovozi bilan baralla qarsak bormi? Qani cholib qarsak. Barakalla. Qani shu. Qani. Xo'p, rahmat. Polon aka, shu yerda bir ikki qadam toshlaringiz bilan jim holati bor. O'shalarni ham o'ynab borasiz. Qani, siz xalqimdan qarsak bo'lsa, Polon akamdan tomosha, qani qarsak bormidi? Xo'p, o'ylamang Polon o'rtaga chiqib qomatini ko'rsatyapti. Ba'zilar Alloh bergan hunar san'atni ko'rsatyapman. Polonda yolg'on gap yo'q. Ikkita toshim 32 kilo, 32 kilo, 64 kilo. Ikkitasi 24, 48 kilo. Chiqib ko'taraman, sezmay mol chiqib ko'taring. Qarsak chomasdan qon soptirganlar uchun 64 kiloni jim holatiga ko'tarib o'ynataman. Qolgan ikkita 48 kiloni englicha nozik bir momda ko'tarib jim holatiga ko'tarib o'ynataman. Endi qarsakka arziydi. Qani ko'ring, tomosha qiling. Shoshilmaymiz. Alloh taolo chiqarmaydi. Qani baralla qarsak bormi? Qani ketdi. Xo'p, rahmat. Mana bu ikkitasini eng nozikgina chinchoqlarga ko'tarib boradilar.
sizlardan bir jonliroq ovoz bilan baralla qarsak bo'lsa, ko'tarmasdan ham qo'ymaydilar. Qani qarsak bormi? Kükürler, ot tuyalı tıkırlar. Kükürler, ot tuyalı tıkırlar. Kamçı vursa çavandoz, uzangiler şıkırlar. Kamçı vursa çavandoz, uzangiler şıkırlar. Qanaqa kerak tomosha. Xo'p, rahmat. Apolon aka, bu ikkita toshni ichini chog'ingizga ko'tarib borasiz desak nima bo'lyapti? Ha aka. Aha. Albatta bir jonliroq ovoz bilan qarsak chalsalarni ko'tarmasdan ham qo'ymaydilar. Qani qarsak bormi? Chechmasman, surxonim men sendan kechmasman. Otama yenamas xonim. Boshimda qirmizı ro'molim, sochimda chamalak tumolim. Yo'limda intizor diyorima, ha otama yenamas xonim. Otama yenamas xonim. Qizingman yenamas xonim. Boshimda ro'molim, chechmasman. Xonim men sendan kechmasman. Ovoz bilan baralla qarsak bormi? Qanchalik qarsa? Ay yaşa. Xo'p, rahmat. Polon aka, toshlab o'ynab kelgan bo'lsangiz, endi shu yerda bir o'z yoqtirgan o'yinimiz bor. Janglar o'yinlari. O'shalarni ham o'ynab boramiz. Qani siz xalqimdan qarsak bo'lsa, Polon aka bilan tomosha. Qani, baralla ovozi bilan qarsak chalaylik qani. Barakallah. Ay yaşa. Mana qanaqa stakan chiqadi. Mana biz janglar o'yinlari. Qanaqa ko'ring tomosha. Mana bu ikki qarab janglar o'yinlari deb qo'yib. Qani ay yaşa. Mana bu esa shu joyda bir ovoz bilan baralla qarsa bormi? Polon aka, ikki qadam toshlar bilan o'ynab kelgan bo'lsangiz, endi 3 qadam toshlar bilan o'ynaysiz. Ikkitasi jim holatida. Qolgan bittasi esa ayollarni quvvatiga ko'tarib boradilar. Qani sizlardan bir jonliroq ovoz bilan qarsak bo'lsa, Polon aka bilan tomosha bo'ladi. Qani qarsak bormi? Kelishingni bilaman yarim, sevishingni bilaman yarim. Senda ko'nglim borligini sezishingni bilaman yarim. Kelishingni bilaman yarim, sevishingni bilaman yarim. Senda ko'nglim borligini sezishingni bilaman yarim. Baralla qarsa bormi? Qanchalik qarsa? Sen orzuyim dildorim ey, sirlarimni ayyor. Rahmat. Sizni xizmatingizga bo'lib bordilar. Muhitdin akam, shallariga bir ovoz bilan baralla qarsak bormidi? Qanchalik qarsa? Ay yaşa. Xo'p. Rahmat, umringiz so'bis ilohim. Menga deb atab qarsak cholganmiz, siz otingiz onangiz 100 yoshga kirsin. 100 yoshga kirganda uyda to'g'rida bir hojati, bir hojanobani to'sish ilohim nasib etsin. Azar bir hunar san'atimni ko'rsatib qoldim. Meni ham tomosham yoqqanmisiz, sizlardan minib ketgan ot, kiyib ketgan otni so'ramayman. O'yinimni narxini emas, amon narsani so'rayman. Mayli. Duo qilib, ko'pchilik ko'p qimmatli vaqtini o'rtaga olib qo'ymayman. O'zim sarqadam Darozi polvonlarga o'xshab bir o'nqil tomondan aylanib pul termasam, kechasi bilan uyqum kelmaydi. Sababi kecha soat 2 da kelganman. 12:30 gacha dori istanovka qildim. Katta dori, kichkina dori, o'yinchoq, attraksion. Sekin aylanib o'tib boraman. Pul bersangiz pulingizni olaman. Pul bermasangiz sekin shaningizga chiroyli duo qilib boraman. Rahmat, hadi.